O'zbekistonda yangilik akalar, mana ularni qaranglar. Mana sizlarga yana yangilik qilib qo'yishdi. O'zi to'kaydigan, o'zi yuradigan mini aravachalarimiz. Somon to'kasimi, bug'doy to'kasimi farqi yo'q. Mana yerda qaranglar, ya'ni qum to'ksalar ham bo'laveradi. Bunisi 200 kiloligi, bu kattasi bo'lsa akalar 400 kiloligi bo'ladi va undan tashqari mana 500 kilolik varianti bor. Xohlasalar mana bunaqa suradigan variantlari bor. Nomen 1 temir ber, ya'ni alt temurga yetkazamiz. Undan tashqari mana yoni ochiladigan variantlari, o'zi taylari ochiladigan variantlari bor. Narxlari nech puldan endi bular? Mana kichkinasi nech puldan? Hop, bu to'kaydigan Samasolar avamiz kichkinasi 1 million 800 ming so'm. Hop, narigisi. Kattalari aka 2 million so'm. Katta varianti. Hop, mana-chi, mana. Hop, surgimi 850 ming so'm. Hop, bu-chi. Bu aravamiz 1 ga 180 bo'ladi aka. Narxi 2,5 million so'm. Hop, bu-chi. Yopiq variant, ochiq varianti bor. Ochiq variant 1 million 550, yopiq varianti 1 million 650 aka. Akalar, undan tashqari ular drabilkalarni 1 million 700 mingdan boshlab 10 milliongacha. Hattoki yem aralashtiradigan apparatlarimizni 200 kilodan 1 tonnagacha bor. Kimgadir zarur bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Biz ya'ni Altemur zavodiga yetkazamiz.